David Duchovny amerikalik aktyor, yozuvchi va prodyuser bo'lib, eng ko'p X-Files maxfiy hujjatlar teleserialidagi Fox Mulder roli bilan tanilgan. U 1960-yil 7-avgustda Nyu-York shahrida tug'ilgan. Biografiyasi: David Duchovny Princeton universitetida ingliz adabiyoti bo'yicha ta'lim olgan. Keyinchalik Yale universitetida aktyorlik bo'yicha magistratura darajasini olish uchun tahsil olgan. Duchovny o'zining aktyorlik faoliyatini 1980-yillarning oxirida boshlagan va 1990-yillarning boshida mashhurlikka erishgan. Filmografiyasi: X-Files maxfiy hujjatlar 1993-2018 Fox Mulder. Californication 2007-2014 Hank Moody. Aquarius 2015-2016 Sam Hodiak. The X-Files I Want to Believe maxfiy hujjatlar Men ishonishni xohlayman 2008 The X-Files maxfiy hujjatlar 1998 Qiziqishlari: Duchovny aktyorlik faoliyatidan tashqari, shuningdek yozuvchi sifatida ham tanilgan. Duchovny adabiyot, musiqa va ekologik masalalar bo'yicha qiziqishlarga ega. Shuningdek, u musiqa bilan ham shug'ullanadi va qo'shiqchi sozanda sifatida albomlar chiqargan.